Diqqat! Bu video Otabek tomonidan tarjima qilindi. Qo'rqinchli hikoyalar olamiga xush kelibsiz. Salom do'stlarim. Bu voqea men o'rta maktabda o'qib yurgan kezlarim yozgi ta'tilda sodir bo'lgan. Bir kuni erta tongda otam ishga ketgach, onam bilan buvimnikiga qishloq tomon yo'l oldik. Buvimning uyi chekka hududda joylashgani uchun u yerga yetib borish uchun tor, bitta mashina sig'adigan notekis yo'ldan 5 daqiqa yurish kerak edi. Atrofni shola dalalari va o'rmon o'rab olgan edi. Buvimnikiga yetib borganimda tog'amning xonasiga kirdim. U katta gamer edi. Uning kompyuteri menikidan ancha kuchli edi. U ishda ekanligiga ishonch hosil qilgach, kompyuterni yoqib, Dom 3 o'ynay boshladim. Taxminan 2 yoki 3 soatlar, aniq esimda emas. O'sha paytda tog'am qaytib keldi. Tog'am juda xushchaqchaq, yaxshi odam edi. Men bilan turli xil hazillar qilardi. Unga bo'lgan munosabatim ancha yaxshi edi. Tog'am kelishi bilan buvim uni do'konga olib borishni so'radi. O'sha paytda onam, xolam va buvim xarid qilishga ketishdi. Men esa uydagi yolg'iz vaqtimda juda xursand edim. Albatta kompyuterni yoqdim. Har xil narsalarga kirib ko'rdim. Vaqtimni chog' o'tkazishga harakat qilardim. Taxminan 90 daqiqa o'tgach, tog'am menga qo'ng'iroq qilib qoldi. Uning aytishicha, tog'amning mashinasi old g'ildiragi teshilib qolganini va omborda yangi shinalarni olib kelishimni so'radi. U notekis yo'lning boshida edi. Men esa piyoda borishim kerak edi. Yo'l qorong'i. Atrof esa shola dalalari va har xil narsalar bilan o'ralgan. Ombordan zo'rg'a qidirib, bir yangi shinani topdim va astalik bilan tashqariga olib chiqdim. Tashqariga qaraganimda atrof juda qorong'i edi. Men hali bunday qorong'ilikka chiqmagan edim. Albatta yoshim 10 yoki 9 yoshlarda edi. O'sha paytda menga vaqt juda sekin o'tayotgandek tuyulardi. Balonni oldim va astalik bilan dumalatib tashqariga chiqdim. Lekin qo'rqayotganimni hech kim bilishini istamaganim uchun borishga qaror qildim. Atrof zimiston, o'rmon bilan o'ralgan. Men shinani ko'tarib yo'lga ketaverdim. Masofa uzoq bo'lsa-da, tog'amning mashina chiroqlari uzoqdan ko'rinib turardi. Biroq qorong'ida ko'zlarim o'rganib qolgani sababli yo'l chetida kimningdir o'tirganini yoki turganini ko'rgandek bo'ldim. Yuragim tez ura boshladi. Sovuq terga tushdim, lekin o'zimni bosib tutishga harakat qildim. Atrofda nimadirlar yaraqlardi. Ko'zimga har xil yomon narsalar, har xil sharpalar va arvohlar ko'ringandek bo'lardi. Albatta yoshim kichkinaligi bois miyamga har xil yomon narsalar kelaverardi. Xoh qandaydir sharpa, xoh qandaydir arvoh, xoh qandaydir ajinayu yomon narsalar. Yo'lda taxminan 20 daqiqa yurgandan so'ng tog'amning mashinasi yaqin qolgandi. Men juda sevinib ketdim va tezroq olib borishga harakat qildim. Shunday tez yumalatib olib borayotgan ekanman, hayolimga har xil narsalar kelardi. To'satdan yo'l o'rtasida bir qoramtir narsaga ko'zim tushgandek bo'ldi. U nima ekanini tushuna olmadim. Sekin yurishni boshladim. Astalik bilan ketaverardim. So'ng yaqinlashganimda bir qari kampir o'tirganini sezdim. Avvaliga bu shunchaki ko'zimga ko'rinyapti deb o'yladim. Lekin u yerga cho'kalagan holda og'zi ochiqcha shola dalalarga tikilib turardi. Endi mening ko'zlarimga haqiqatan ham bir oq kiyimda kampir ko'rinardi. To'g'risini aytsam, qo'rquvdan qotib qoldim. Yuragimni hovuchlab, titrab qoldim. Qo'rqqanimni bildirmaslik uchun unga astagina gapira boshladim.
kechirasiz. Nega bu yerda turibsiz? Lekin u indamadi. Faqat sholi dalalarga tikilib turardi. U hech narsa qilmasdan faqatgina o'sha sholi tarafga qarab jim turaverardi. Qo'rquvim zo'rayib, ovozim titrab, "Kechirasiz", deb qichqirdim. U sekin boshini menga o'girdi. Yuragim siqilib qaltiray boshladim. Uning sochlari oppoq edi. Lekin eng dahshatisi, uning ko'zlarida qorachiq yo'q edi. Faqat oppoq rang. Butun yuzi ajin va dog'lar bilan qoplangan edi. Og'zi esa shunchalar katta ochilgan ediki, go'yo hech qachon yopilmagandek. U og'zini ochib, tishlarini ko'rsatib, g'alati qiliqlar qilar edi. Va ko'zim ko'zlariga shunday qarardiki, ko'zida qorachiqlari paydo bo'ldi. Men juda dahshatga tushib qoldim. U hali ham shunday g'alati qiliqlar qilardi. Va birdan u menga qarab butun tanasi bilan burildi. Shu payt uning pastki tanasi yo'qligini angladim. U faqat qo'llari bilan yerga tiralib turardi. Men titrab ketdim. Mening miyamda faqat bitta fikr yaranglardi. Bu shayton. Bu shayton. O'sha joyda qotib qolmaslik uchun shinani mahkam quchoqlab, ko'zlarimni yumib, bor kuchim bilan yugurdim. Qanchalik uzoq yugurganimni bilmayman. Faqat o'zimni to'satdan yengil his qildim. Ko'zimni ochib qarasam, buvimning xonasida edim. Ertalab bo'lib qolgan ekan. Onamga kecha-kunduz nimalar bo'lganini so'radim. U meni mashinada kutayotganini va meni pastga qaragan holda qo'rqinchli tarzda yugurayotganimni ko'rganini aytdi. Men shinani quchoqlab olgancha yo'ldan chiqib ketib yiqilgan ekanman. Barcha shoshib mashinadan tushib menga yordam berishgan. Men ularga kechasi ko'rganlarim haqida aytdim. Ular esa bu holatni shunchaki jazirama deb ta'sir qildi. Bu menga tovuq sho'rva tayyorladi. Tog'am esa bundan buyon Dom 3 o'ynamasligimni, faqat Star Wars poyga o'yinini o'ynashga ruxsat berdi. Bu ham yaxshi o'yin edi. Lekin o'zimni baribir yomon his qilardim. Men hali ham o'sha paytda arvohni ko'rganimga ishonmayman. Balki bu har xil qo'rquvlarim natijasidir. Lekin baribir har doim kechasi yolg'iz surishda o'sha kampirning yo'qdan qo'rqaman. Do'stlar, bu Otabek tomonidan tarjima qilindi. Bundan-da zo'r videolarni ko'rish uchun bizning Telegram kanaliga obuna bo'ling. Kanalga like bosmang, obuna bo'lmang, chunki baribir bu ishni qilmaysiz. Sog' salomat bo'ling, ko'rishguncha.